Assalomu alaykum hammaga. Cherry Sampi kuzatuvchilari. Manzilimizni bir marta eslatib o'tamiz. Yunusobodda joylashgan Sampi больницаning ro'parasida avtonom joylashgan Cherry 10 tarafimiz Selxoz Perikroska. Xo'p, ish kunlarimiz har kuni, dam olish kunlarsiz. Har kuni soat mana 9 dan kechqurungi soat 20:00 gacha qisqacha mashinalarimizni obzorlarini ko'rsatamiz. Keling, bu sedanimiz Arizo 8 gibrid. Hamma qiziqayotgan mashinalardan bittasi. Mashinaning zapas xodi 1350 km yuradi. Gibrid mashina. 120 km elektrda, qolgani benzinda. Benzin rasxodlari atiga 4 ta, 4,5 ta rasxod qiladi. Keyin bo'ladi, generatori bo'ladi. Elektr уже tugagan payt benzinga o'tkazib haydaydigan bo'lsanglar, o'zini o'zi zaryadlaydi. Mashinamizning ichlarini ko'rsatamiz. Mashina ikkita pozitsiyada chiqqan. Xo'p, bunisi full ikkinchi pozitsiyasi. Ishlar shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Adaptivniy cruise control, полоса удержания, 360 kamera, slipoy zona, subwooferlari, mashinaning podsvetkalari, keyin panorama lyuki ham bor. Mashinamizda o'zini 5 kishilik sedan variantda. Eshik regulovkalari, sidenye upravleniyalari bu yerda joylashgan, pamitka sideniyalarigacha bor. Audio akustikasi Sony bo'ladi. Xo'p, orqasiga keladigan bo'lsa, orqasi ham juda ham keng. Mashinamiz o'zi D klassdagi mashina, uzun versiyada chiqqan. Orqasida отдельно deflektorlari ham bor, ko'rayotganinglardek. Konteyner pechkalari orqasida ham bemalol havoni aylantiradi. Hamma sideniyasida abagrev, ya'ni isitish tizimi bor. Orqasida eshiklarni ham ko'rayotgan bo'lsanglar, podsvetkalar joylashgan, shunaqa chiroyli vid beradi. Mashinaning o'zi 80% gacha ichki qismi koja bilan joylashgan bo'ladi. Hop, orqalarini ko'ramiz. Полностью faralari yonadi. Zadniy kamerasi bor, keyin patroniklari bor. Jism sezadigan bo'lsa, o'sha sizga signal beradi. Bagaj qismini ko'radigan bo'lsangiz, shunaqa kengina bagaj joylashgan bo'ladi. Orqasida ham subwooferi bo'ladi mashinamizda. Bu mashina bo'lib to'lashga ham, o'zini pulini bo'lib to'lashga, avtokreditga, naqdga va avtolizingga olsanglar bo'ladi. Hammada savol bo'ladi, chorniydagi mijozlarga ham chiqazasizlarmi? Kredit tarixi yomon bo'lgan bo'lsa ham deyshadi. Va albatta chiqazib beramiz. Agar banklardan odobreniya berilmaydigan bo'lsa, avtolizingga ham faqat Cherry Sampidan olishinglar mumkin faqatgina. O'zini pulini bo'lib to'lashga boshlang'ich minimalni 15% dan ham boshlab chiqazib beramiz. Faqat Cherry Sampi kelsanglar bo'ldi. Xudo xolisa bitta pasport bilan chiqazib beramiz. Keyingisi xuddi shuni akasi desa ham bo'ladi. Tiggo 8 gibrid. Bu 7 kishilik crossover, semeyniy mashina, oilaviy mashina. Bu ham xuddi shunaqa zapas xodi 1250 km. Zapas xodi 100 km elektrda, qolgani benzinda. Buni ham rasxodlari xuddi shu aytganimdek 4,5 tagacha bo'ladi rasxodlari. Bu mashinamiz 7 kishilik, u ham xuddi shunaqa ishlarni ko'radigan bo'lsak, boshqacha dizaynni chiqqan. Eshiklari ham xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Mashinamizning ichini ko'radigan bo'lsanglar, shunaqa chiroyli rangda korishniy tsvetda chiqqan ko'jalari. Mashinamizda abagrev, abduf, isitish sovutish tizimi bor. 360 kamera slipoy zona bunisida ham bor. Panorama lyuklarigacha bor. Bu mashina chista oila bilan tog'larga chiqishga yoki sayohatlarga chiqishga juda ham qulay mashina, gibrid mashina. Orqalari ham xuddi shunaqa kengina bo'ladi, sideniyalari. Keyin oilaviy chiqayotganda orqa taraf, ya'ni 7 kishilik mashina, orqasida ham ketsanglar bo'ladi. Bagajlari elektron ochiladi. Bitta knopka yordamida, bunda ham zadniy kameralari bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar, orqasida ham o'sha 7 kishilik mashina. Xo'p, bu mashinamiz ham naqdga, bo'lib to'lashga, avtokreditga, avtolizingga bor. Bu ham xuddi shunaqa, faqat Cherry Sampidagina boshlang'ich 15% minimal to'lov bilan o'zini pulini bo'lib to'lashga olsanglar bo'ladi 60 oygacha. Yoki naqd pulga xarid qiladigan bo'lsanglar 30 million foydasiga beriladi shu mashinamizni. Xo'p, keyingi mashinamiz Arizo 6 ni ko'rsatamiz. Hammaga qiziq bo'lgan. Budjetli mashinalar bormi deb bizdan ko'p so'rashadi. Shu mashinani ko'rsatamiz. Xalqimizga yoqayotgan budjetli mashinalarimizdan bittasi Arizo 6 Pro mashinasi. Bu mashina ham 3 ta pozitsiyada chiqqan. Hozir xalqimizga juda ham mazurkor desa ham bo'ladi. Chunki bo'lib to'lashga ham, kreditga olsanglar ham ancha oylik to'lovlari vegitni chiqyapti bu mashinalarni. Motori 1.5 atmosferniy va 1.5 turbina pozitsiyasiga qarab. Lyuklari bor, shunaqa joylashgan. Arizo 8 ga o'xshab bu mashinamiz ham полностью ichlari, sideniyalari kojinli bo'ladi. Ko'rayotganinglardek rullari elektronniy. Bunda ham xuddi shunaqa full 360 kamera, slipoy zona, adaptivniy cruise kontrollari bor.
Monitorlari bor, misol uchun, lyuki bor. Hamma sharoitlari bor bu mashinamizda ham. Orqalarida abograf bor, ya'ni hamma sidenasi buni ham qizitadi. Xo'p, mana orqalarini ham bitta ko'rsating. Bu mashinamiz S-klassidagi mashina. Orqalarida ham uni ham deflektorlari bor. Konditsioner, pechkalari hammasi ishlaydi. 4 ta ballonda ko'rayotgan bo'lsangiz, diskoviy tormoz joylashgan, tormozning sistemasi SPI bo'ladi. Cherry mashinalarning hammasini zavodskoy 30% shumkasi, kamida 30% shumkasi bilan chiqqan bo'ladi. Shumkalari eshik qismida, bagajda, kapotida va bagajda joylashgan bo'ladi. Bu mashinamizga, hamma mashinamizga 5 yilgacha garantiya beriladi. Kuzovga zanglamasligigi, chirmasligi va 3 yil ходовой часть motoriga va elektronikasiga yoki 150 ming kilometrgacha. Xo'p, keyingi mashinamiz budjetniroq crossoverlarimizdan bittasi Tigo 7. 2026 restyling variantida chiqqan varianti. Bu ikkinchi pozitsiyasi, ya'ni 360 kamerasi borligi. Bu mashinamiz ham xuddi shunaqa minimalniy 15% boshlang'ich to'lov bilan chiqazib beramiz. Qo'linglardagi pulni olib keladigan bo'lsanglar, misol uchun biz xudo xolisa chiroyli variant qilib bitta dona pasport evaziga butun O'zbekiston bo'yicha chiqazib beramiz. Xo'p, bu mashinamizda savollar bo'lishi mumkin. Minimalniy qancha to'lov bilan boshlang'ich to'lov, oylik to'lovlari qanaqa chiqadi degan savollar ko'p keladi bizga. Biz faqat to'g'risini aytamiz. Boshlang'ich minimalniy 15% to'lov bilan, ya'ni 50 millionlar atrofi bilan ham 50 million pul bilan bu mashinani olsanglar bo'ladi. Past foizlar bilan, ya'ni avtokreditga yoki рассрочка variantida o'sha 50 million bilan 15 oyga o'zini pulini bo'lib to'lashga olsanglar bo'ladi. Bu mashinamiz ham ichini ko'rsatadigan bo'lsa, xuddi shunaqa ko'rinishda joylashgan bo'ladi. Splashnoy displey, chiroyli vid berilgan, karbon ishlatilgan. Bunday audio akustikasi Sony bo'ladi. Pamitka sidenalari bor, karbon ishlatilgan. Salon qismida e'tibor berildi. Salonida 80% ko'rjadan ishlangan bo'ladi. Xuddi shunaqa sidenalari ham elektronik, sidenalari ham eko ko'rjadan qilingan bo'ladi. Barida холодильники bor, xrustalniy joystik, 360 kamera. Yetmagani yana panorama lyuki ham bor mashinamizda. Orqalarda odamlar ham orqada o'tirib ketishadigan bo'lsa, hech qanaqa qiyinchilik tug'dirmaydi. Juda ham komfort, qulay mashina. Bunda ham 4 ta ballonli diskoviy tormoz turibdi. Kraskalari zavodskoy 95% gacha atsinkovka qilingan bo'ladi. Umuman zanglamaydi, chirimaydi. Ko'rgan hamma mashinalar xudo xolis ranglaridan, pozitsiyalaridan muammo yo'q. Cherry Sampida kelsanglar, o'zingizlarga manzur kelgan mashinani xudo xolis minimalniy to'lovlar bilan eng yaxshi usloviyalarda qilib beramiz. Past foizlar bilan yoki naqdga yoki рассрочка o'zim pulim bo'lib to'lashga qilib beramiz. Bu mashinamizni ham xuddi shunaqa naqdga oladigan bo'lsanglar, 35 million foydasiga faqat Cherry Sampida xarid qilishingiz mumkin. Yana bir marta ish vaqtimizni eslatib o'tamiz. Har kuni soat ertalabki soat 9 dan 20:00 gacha dam olish kunlarisiz. Hammalarni kutamiz Cherry Ademaster Sampida.